Amerika House ish kompaniyasi. Ava do'stlar, American House ish kompaniyasi haqiqatan zo'r. Mana shuni deysizlarmi? Shunda esa biz sizlarning dokumentlaringizni muammosiz bir kunda shaffof qonuniy o'zlarimiz tahlab beramiz. Ko'rib turganlaringizdek, bizning vakilimiz poytaxtimizda yurtdoshlarimizni jamlab, hammasini nastroyni yanglab, kuzatish bilan shug'ullanib turibdilar. Do'stlar, ko'rib turganlaringizdek, ketishimiz avtobusda bo'ladi. Avtobus ham prostoy avtobus emas, lyuks avtobus bo'ladi. Konditsionerlari bor, komfortni, sizlarning komfortlaringiz uchun mana narsa taxlangan. Görüp turganlaringizdek yükten ham vahşi muammo yo'q. Har kimda 2 dan 3 dan gabaritli sumka. Izzati bemalol yetib olsangiz bo'ladi. Do'stlar, ketish bo'yicha batafsil ma'lumotni ganglar shofyorimizni o'zidan eshitamiz. American House ish zo'r. Xudo xolasa Toshkent shahridan Stavropol shahriga qarab yo'l olmoqdamiz. Xudo xolasa odamlarni 2,5-3 sutka atrofida yetkazib olib qo'yamiz. Kelaverasizlar. Mayli unda yaxshi boringlar, yaxshi kayfiyat hammaga. Zo'r ishlab, zo'r pullarni topib, xudo xolasa zo'r mashinani olib yuringlar. Yaxshi niyat hammaga.